Atigi 3 ta masalliqdan juda ham mazali bo'lgan, har qanday somsaning damini beradigan домашний somsa tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 1 kilo 1,5 kilo ismaloq va piyoz. Oddiygina suvga tuz solib xamir qorib qo'yamiz va hech narsa solmaymiz. Xamir damini olaman deguncha ismaloqlarimizni yaxshilab 3-4 marta yuvib to'g'rab olamiz va 5-6 ta piyozimizni mayda qilib to'g'rab qizartirib olganimizdan so'ng ustiga ismaloqlarimizni solib yaxshilab yumshoq bo'lgunicha qovurib olamiz. Esda tuting, ichidagi nachinkamiz 100% pishgan bo'lishi kerak. Tayyor xamirimizni dumaloq zivolachalarga bo'lib, juda ham qo'ldan kelguncha yubqa qilib yoyamiz va qovurilgan nachinkamizni solib, yarim oy shaklida tugib olamiz va ikki tomonini qizartirib, ozginagina yog'ga qizigan tovada pishirib olamiz. Qarabsizki, juda ham zo'r bo'lgan, mazali bo'lgan, kam xarj bo'lgan ko'k somsalarimiz tayyor. Ayniqsa issiqqina choylar bilan ketadi-yu, hammaga yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Chef Fast Food kanalimizga obuna bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang, asallarim.